Bugun poytaxtimizda joylashgan G'alaba bog'ida yurtboshimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan Jasorat maktabi o'quvchilarining tantanali va'da berish marosimi bo'lib o'tmoqda. Shuni alohida aytishim kerak, aynan bu Jasorat maktablari poytaxtimiz bo'ylab joylashgan barcha tuman shaharlarda bittadan ochilgan bo'lib, 4-sinfni bitirgandan keyin, ya'ni 5-sinfdan qabul qilinadi. Ya'ni ular yoshligidan vatanparvar va kelajakda o'sha intellektual, yetuk salohiyatli harbiy bo'lishlariga poydevor zamin yaratadi. Vatanimizga, xalqimizga va prezidentimizga bilimli, salohiyatli farzand bo'lishga va'da beraman. Bu bolajonlar turishini qaranglar, ko'zlarida o't chaqnaydi, o'ziga bo'lgan ishonchi yuksak. Kelajagida mana shunday vatanning koriga yarashni maqsad qilgan. Yana shunisi alohidagi, qarang, mana boshqa maktablarning o'quvchilaridan ajralib turadi. Aynan shu harbiy ta'lim, tarbiya olgan o'quvchilarda sal o'ziga bo'lgan ishonchi yuksakroq bo'ladi. Havasing keladi. Sizga rahmat degan faqatgina mana shunday yaxshi so'zlarni olib kelish, ortingizdan mana shunday Bu Jasorat maktablari faqatgina poytaxtimizda ochilgan emas, respublikamizning barcha tuman shaharlarida mavjud. Ya'ni 208 ta Jasorat maktablari bor. Imtihonlari yozning iyul oylariga to'g'ri kelar ekan. Ma'lumotlarga qaraganda, boring farzandlaringiz imtihondan o'tsa, ularda ham mana shu maktabda o'qish imkoniyati mavjud bo'ladi. Imtiyozlari juda ham ko'p bitirgandan keyin